Ovozni ko'rishlaring mumkin. Tushunganlar bittada biladi. Sifatini ko'rib turib. Tushunmagan odamni ham, molni endi ko'rgan odamni saqazi o'ziga jalb qiladigan mollar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Furqat tumani Shoyinbek qishlog'ida. Mana shu pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mollarni naqd pul, kredit, pul o'tkazish yo'li. Aytaylik, sizda mol bor yoki qo'y bor, unga ham tovar almashaveramiz. Bu yerda novvoslarimiz 1 2 3 4 5 6 7 ta novvoslarimiz bor. Ag'da undan ham kichina novvoschalar bor. U tarafda hozir ko'rsatamiz. Mana mollarning yurishlarini qaranglar, qora. Haqiqiy bo'ladigan, xudo xolasa 1 yil boqilsa, kami 1,5 tonna bo'ladigan mollar. Yana o'zlaring endi fikrlaringda qanaqa mollar kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Mirzoq imkon